Yaşığınыңga birə ispatıng barmı? Mən Aristotel közüdün hayatlıqqa baxdım. Hayatlık bana bir büyük sual taşladı. Mən Albert Einstein közüdün çeksiz alemge baxdım. İnsanların kainat xaritasida terik qadar o'rni yo'q, dunyoga berilib ketishidek tafakkursizligi qalbimni yoshladi. Men Mahatma Gandhi ko'zidan insonga baxdim. Yer yüzde 8 milyard nüfusda o'zimni ko'rdim. Men Martin Luther orzusidan kelgusiga baxdim. Ammo kuchliklarning ojizlarning gadiniga dastlab turib, mening bir orzuyim bor deb to'g'layotgan bir manzilni ko'rdim. Men Adolf Hitler ko'zidan qahramonlarga baxdim. Qahramon deb ad qo'yganlarning insoniyatga ofat, qonxo'rlar ekanligini ko'rdim. Men tinchlik nomli aviamatkalarni va atom bombalarini ko'rdim. Ey millatchilik, irqchilik va nafsaniyatchilik zaksidan tig'i ayrilmagan bo'sh gunohkorlari. Men dadam ko'zidan odimiylikka baxdim. Her cimdim tuzlu aval niyet elgikidan tasqab, ondan bizga yedirgan bir simoni ko'rdim. Dadam o'limida ara necha yuz odam yig'iladigan oddiy bir odam. Ammo o'limida necha million odam yig'iladigan nurg'un mashhurlardan ulug' ham odil odam. Men o'zimning ko'zidan o'zimga baxdim. Ömür bo'yi mal dunyo ko'chisiga qatirgan, nam şöhret mektubida aliyul a'lo bo'lgan, shahvat so'riniga ulpatlash bo'lgan bir insonni ko'rdim. O'zimga dedimki, o'lar chig'ingda o'zing bilan birga elib ketaligidek yoshig'iningga biror isboting bormi?